eng katta ehson degan ekanlar. Ana endi bugungi kunda qaraydigan bo'lsak azizlar, silay rahim bekorga farz emas. Silay rahim ko'rganda yoyinki ko'cha-ko'yda, yoyinki ertalab oshda, yoyinki bir kunda, ikki kunda telefonda aka yaxshimisiz? Uka yaxshimisiz? Opa yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi degan narsa buni o'zi silay rahim emas. Silay rahim nima? Silay rahim boymisan? Boyligingdan bergin bir qorindan talashib tushgan akangga, ukangga, opangga, singlingga. Mana bu silay rahim. Biz koshonada o'tirsak, ukamizni ahvoli bad bo'lsa, silay rahimga xiyonat qilyapmiz, bilib qo'ying. Agar ukamiz toparman, tutarmon bo'lib hamma jihatdan to'kis bo'lsa-yu, ukasi bir xona domda bolasining to'yini qila olmasdan qarzga botib o'tirgan bo'lsa, o'sha uka ham silay rahimga xiyonat qilyapti. Silay rahim degani aka-uka bir-birini qo'llashi, hamjihat bo'lishi, bir-biriga mehr oqibatli bo'lishligi, yordamga muhtoj bo'lsa oyog'idan turg'izib, ko'kragidan turg'izib, akasiga akajon men borman yoningizda deb aytishligi, mana bu silay rahim bo'ladi. Mana bu yordami ana o'sha silay rahim bo'ladi. Bizda-chi bugungi kunda azizlar, silay rahimni qanchalik darajada qilayotganimizni endi hammamiz o'zimizni vijdonimizga, o'zimizni iymonimizga havola. Ayniqsa opa-singillar masalasi bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Eng katta ihsoning ana o'sha bir qorindan talashib tushgan, lekin turmushi buzilgan opangga yoyinki singlingga qilgan muruvvating eng katta ihson deyaptilar. Ana endi biz opa-singlimizga nima muruvvat qilyapmiz azizlar? Qilayotganlar bor, ko'ryapmiz. Opa-singillarini, jigarbandlarini, ro'zg'orini nafaqat to'kis, kerak bo'lsa hajga olib borib kelayotgan qadrdonlarni ham ko'ryapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Lekin aksarimizchi imkoniyatimiz bo'la turib, o'zimizni sharoitimiz yaxshi bo'lib, lekin bir xonada dimiqib o'tirgan singillarimiz borlar. Ko'zini ochib olsin. Sizga berilgan mol va dunyo ertaga ana o'sha silay rahimga xiyonat qilsangiz, bir kun kelib bankrot bo'lasiz, bir kun kelib mol va dunyodan mosuvo bo'lasiz. Allohning qahri kelmasin. Shuning uchun shariatda silay rahim degani demak boridan ana o'sha opa-singil, aka-ukaga baham ko'rishlik. Silay rahim degani aka-ukani boshini kattasi kattaday bo'lib qovuştirishlik. Kichkinasi ana o'sha akalariga tobe bo'lib, hurmat izzatini joyiga qo'yishlik. Bugungi kunda silay rahimga eng katta putur yetkazayotgan narsa nima? Eng katta putur yetkazayotgan narsa silay rahimga 1 yil emas, 2 yil emas, 15-20 yildan keyin ko'z ochib ko'rgan jufti halollarimiz bugungi kunda ba'zilari, hammasi emas, ba'zilari aka-ukani o'rtasiga devor darmiyon bo'lyapti. Aka-ukani o'rtasiga sovchilik tushiryapti. Lekin biz aka-ukalar, biz erkakmiz, hamma narsani aql tarozisiga va albatta fahmu farosat tarozisiga tashagan holatda o'rtadagi sovchilikni hech qachon o'rtadan devor darmiyon ko'tarishiga yo'l qo'ymaydi mu'minman, musulmonman degan odam. Chunki bu akani, bu ukani tug'ib beradigan boshqa otamiz, onamiz yo'q. Ba'zilari o'tib ketdi, ertaga topa olmaymiz bu aka-ukani. Demak shunday ekanmi? Imkoniyatingiz bormi? Bering akangizga, ukangizga bering va opa-singillarimizdan xabar olaylik azizlar. Farzandlarimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ana o'sha farzandlaringizga kiyim olayotganda Xudo uchun bitta kiyimni opangizga yo singlingizga oling. Nima bo'ladi? Eng katta samarani ko'rasiz o'shanda. Eng katta samara opangizga yo singlingizga faqat hayitda emas, faqat tug'ilgan kunida ham emas, boshqa kunlarda bir yo'qlab borib, opajon yo singiljon seni bir ko'rgani keldim. Mana shu ko'ynakni bolalarimga olayotganda senga ham oldim deng-a. Ana o'sha singlingiz o'sha kundan boshlab 1 oy 40 kungacha uxlamasdan Xudoga nola qiladi. Ey Parvardigorim, og'amning boshini omon qilgin,
kasbi koriga barakot bergin deb sizga ota-onadan keyin bilib qo'ying, eng ko'p duo qiladigan yagona zot opa bilan singlimiz bo'ladi. Biz bugun opa bilan singillarga qanchalik darajada qovushyapmiz, qanchalik darajada qayishyapmiz, Xudo biladi. Shuning uchun azizlar, xayr-u ihson, muruvvat borasida Rasululloh bejizga buni bizga buyurmayaptilar. Buning negizida demak eng katta hikmat inna sadaqata taruddul bala va tazidul umr dedilar payg'ambarimiz. O'y, qilayotgan xayr-u ihsoning bilasanmi, nima qiladi senga, nimani olib keladi? Birinchi navbatda umringni ziyoda qiladi. Ikkinchisi va taruddul balo, boshingga keladigan balo qazolarni qilayotgan o'sha 3-4 tanga puling boshingdan daf qiladi deb payg'ambar